Dam olish kunidan foydalanib, oila a'zolarimiz bilan iftorlik tashkil qildik va saharlikdan so'ng o'choqqa ot go'shtlarini solib qaynatishga qo'yib qo'ydik. Qaynab chiqib ko'piklarimizni olganimizdan so'ng 2-3 dona piyozni tozalab solib qo'ydik va qaynashda davom ettirdik. Yanada mazali bo'lishi uchun pomidor qo'lqoni, lavar barglari, murch donalarini solib va ozgina tuz bilan qaynashda davom ettirdik. Don qaynab sho'rvamizga rang va maza kirgandan so'ng 3-4 dona qizil sabzalarni solib qaynashda davom ettirdik. Og'iz ochishga 1 soat qolganda tuzli suv va tuxum bilan xamir qorib, 5 barmog'imizni xamirini tayyorlab oldik. Xamirlarimiz damini olgandan so'ng xuddi shilbildoqdagi yoyib kesib oldik va sho'rvamizni go'shtlarini, piyoz, sabzilarni alohida idishga ko'tarib olib, sho'rvamiz suviga xamirlarni solib yaxshilab qaynatib oldik. Aytgancha, piyoz sevuvchilar uchun 1-2 dona piyozni barak qilib to'g'rab, sho'rva suvidan solib alohida idishga olib qo'ysanglar va ovqat solishdan oldin ustiga solib go'shtlarni terib, sabzilari bilan buni faqat yeb ko'rganda bilasizlar. Xullas, sho'rvamiz qaynagan suvga xamirlarimizni qaynatib olib, laganlarga chiroyli qilib solib dasturxonga tortiq qildik. Oila davrasida ota-onalarimiz duolari bilan chiroyli iftorlik qildik. Esdalik uchun videoga olib